Assalomu alaykum Avrorali kanalining ashaddiy muxlislari, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Chorva ishqozlari mana bunda yemga tayyor yemlayotgan buqalarda suyib boqadigan aka-ukalar sizlar uchun chiroyli qilib video obzor qilib beramiz akalar. Bugungi sanamiz 8-noyabr hafta kuniga shanba kuni hammalarga xayrli va barakatli bo'lsin akalar. Mana bunday buqani ko'rib like bosmasangiz bo'lmaydi. Kommentariyga aloqalar qoldirib, ekran qarshisiga chiroyli qilib o'tirib olsalaring sizlar uchun bu buqalarni shu darajaga keyincha qanday mashaqqatlar bilan boqilganini Alisher ukamizdan xudo chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Bugun sizlar uchun buqalarni qanday boqilyapti, shu haqda buqa boqish sirlari haqida to'liq qilib sizlar uchun yoritib beramiz. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'i Alisher ukamizning mol fermalariga kelganmiz. Aka, sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, qazi yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Xudo bu buqalarni ko'rdik, havasimiz ketdi. Obunachilarda ham xudo xolasa shunaqa buqalardan, xonadonlarda 10 tadan, kamida 10 tadan bo'lsin. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa ozgina, lekin manfaatli video qilib olamiz. Shuning uchun bu buqalar haqida to'liq qilib, ipidan ignasigacha, shu darajagacha kelguncha nimalar berib boqilyapti, qanday tartibda boqilyapti, shu haqda to'liq qilib yoritib beramiz. Bu buqamiz 6 oy oldin olganmiz aka. 1 yasharligida olganmiz. 1 yasharligida olingan. 1,5 yashar bo'lib qoldi. Xudo xolasa 20 million so'mga olingan. Zoti o'sha rossiyskiy zotni berishgandi. Bular ertalab kechqurun bularga buni 1 yasharligida olgansizlar. 1 yasharligida olganmiz. Holat qanaqa edi? Sal ozg'inroq, bo'ylari ham 15 sm 20 sm o'sib qoldi. 15 sm. Kichkinaroq edi. Olganlarga qancha bo'ldi? 6 oy bo'ldi olgan. 6 oy bo'ldi. Mana qarang. Meni bo'yim 1.80. Kamera o'sha bo'yim bilan teng turibdi. Shu molni orqa holatlari ham meni yelkam bilan teng turibdi-da. Akalar, bu 1.60, 1.70 holatda chiqadi akalar. Mana qarang turishini. Havas qilganlar bittadan like bosib turasizlar akalar. Mana qarang. Buni olganlarga 6 oy bo'ldi, ha? 6 oy bo'ldi. Mana keyingisichi? Buni yaqinda oldik aka, 1 oy bo'lib qoldi. Buni 1 oy bo'lib qoldi. Yoshligi qanaqa? Shu 1 yoshdan o'tib qoldi endi. Bu ham 1 yoshdan o'tib qoldi. Ha, shunaqa. Xudo xolasa akalar, zoti bor narsa, qarang turishini. Orqa holatlari, stoka holatlari ham zo'r ekan akalar. Qarang. Bu ham ancha o'zgarib qoldi. Kelganda ozg'inroq, bo'ylari pastroq edi. Bo'ylari pastroq-da. Sal bo'y cho'zib, sal yetkirib qoldi. Dehqon akamiz olgandik. Xudo xolasa dehqondan olingan akalar. Sal ozg'inroq, sekin mehr berib qarayapti. Buni qancha olgansizlar? U 26 million so'mga bo'lgan. 26 ga olgansizlar. 1 oy oldi. 1 oy oldin olingan. Akalar, nariga buqamiz bilan buqamizni solishtirib ko'rsalaring, oldingi narxi bilan hozirgi narx ancha farqi bor akalar. O'zlaring ham bozorda kuzatib, YouTube'larda ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Buni qancha dedik? Buni 20 million so'mga olgan. 20 millionga 6 oy oldi. Bunga 26 ga 1 oy oldin. 1 oy oldi. Ana akalar, qarang. Bu kichikroq edi-da, olgan. Kichikroq edi. Ha, kichikroq, o'sha bo'ylari ham chapasi. Lekin akalar qarang. Bu ham 1 yosh. Olinganda 1 yosh edi. 1 oy bo'pti. Bunisiga olinganiga 6 oy, buni ham 1 yoshligida olingan. Lekin bundan ancha holati zo'r akalar. Qarang. Mana keyingisiga bu sigirimiz, bu ham zoti bor, yaxshi narsa akalar, qarang. Uzunligini. Uka yoniga turingni. Misol uchun obunachilarga ko'rinish uchun qanaqa holatda kamerada ko'rinmasligi mumkin-da. Qarang. Kattaligini. Buni bolachasi ham bor-a? Ha, bolasi ham. Bolachasi ham bor. Bolachasi buqacha? Ha, buqacha. 2 oy bo'ldi tuqqaniga buni. Ha, tuqqaniga 2 oy bo'ldi. Ha. 1 oy oldin qochkisi kelganda buni ham o'sha qochirib narsa qo'ydik. Bu qachon olingan, aka? Bu olinganiga aka 11 oy 1 yil bo'lib qoldi-da, 11 oy o'tdi. 1 oy bo'lib qoldi. Olinganda bu 33 millionga olingan, xuddi mana shunday bolasi bor edi. 1 yasharli bolasi. Mana bunday bolasi bor edi, 1 yoshli. Sotildi, yaqinda sotildi. Qanchaga sotildi? 30 millionga sotdik. 30 millionga sotildi. Olinganda bolasi o'sha 1 yashar edi, o'sha katta qilib 1,5 yashar, 2 yasharga yaqin qilib sotdik-da. Buni qanchaga olinganda ona bola? 33 ga olingan. 33. Bolasini. Akalar qarang, mana bu sigirimizda 3 millionga qolib ketyapti. Bitta buqani tug'ib beryapti, 3 millionga qolib ketyapti. Bu tekin degani akalar, qarang. Xudo beraman desa bag'dan beraveradi akalar.
chorib olsangiz, buqami, sigirmi, xudo xolasa foyda qiladi akalar. Pulingiz yo'qib ketmaydi. Ja dunyo bo'lib oshib ham ketmaydi, lekin pulingiz nisbatan o'sadi akalar, qarang. Bolachasi ham bor akalar. Buni turishlari bor. Xudo xolasa hammasi zoti bor narsalar akalar. Akalar, shu yergacha videomizni ko'rgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosmagan bo'lsangiz, obuna tugmalarini bosib turamiz akalar. Endi misol uchun kanalda biz yangimizda, mana qarang. Qochamiz. 2 oylik buqacha qarang. Xudo xolasa bu ham zoti bir narsa. 1-sentyabr. Mustaqillikka tug'ilgan ekan-a? Ha, shu 1-sentyabr. Otlari ham mustaqil. O'shanga o'ynoqlar yuribdi akalar. Buni qisqacha tushunib oldik. Endi bunga ertalabki ratsionimizda, kechki ratsionlardan nima beriladi, necha mahal qaraladi, shu haqda bir qator yoritsak. Bularda hozir aka shunchaki yem berib etini saqlab turibmiz. Aha. Bularga ertalab kechqurun silos beriladi. O'sha kepak hisob bir paqirdan kepak qo'shib silos beramiz ertalab kechqurun. Birinchi kelganda nima berarlar boshida? Birinchi kelganda ham shu. Misol uchun hozir ko'proq berasizlar boshiga nisbatan. Boshida ikkitasiga bir qopdan silos berardik. Hozir hammasi bir qopdan yeyapti, o'sha bir paqirdan kepak sevib beryapti. Sal yemlagan yo'qmiz buqalarni ham. Yemga hali yemlanayotgan. Endi etini sal o'ziga olgandan keyin yem. Gara faltarishga variantlari. Bu degani hali endi yemga tayyor bo'lgan holatda. Yemga tayyor bo'lib qoldi. Bu hali yem yemagan holatda shu holatda turibdi akalar. Boshida kelganda ikkita, qanchadan dedingiz? Ikkitasiga bir qop silosni o'darib, ikkitasiga kepak sevib berardik. Hozir endi bittadan o'tdi. Bittadan bir qopdan silos 20 kilo silos bo'lsa, ertalab kechqurun bittasi 40 kilo yeyapti, 20 kilo. Gap yo'q ekan. Mana bittasi 20, bir qopimiz 20 kilo chiqsa, bir qopni yeyapti ekan. Ha, shunaqa. Ertalabga o'sha kepak aralashtirib silosga Примерно bittasiga 2 kilodan kepak to'g'ri keladi. Ertalab kechqurunga 4 kilo kepak yeyapti. 4 kilo kepak yeyapti. Abertda shu sug'oramiz. Abertda suvni berib yegandan keyin hashak solib qo'yamiz. Bedamiz bor, shu beda berib qo'yamiz. Kelam mollarda ratsioni 2 mahal qariladi, ertalab va kechki paytda. Kuniga 2 marta, 3 martadan suv berib qo'yamiz, shunaqa. Tushunarli. Kechga nima beramiz? Kechga ham silos beramiz. Kechga ham silos. Silos beramiz. O'sha unga ham shu kepak aralashtirib. Silosning ichida o'zi dona bo'lgani uchun yem bo'lib, o'sha o'tyapti hozir. Akalar, silosda hammalarning xudo xolasa shu vaqt ham o'tdi, hammalarning olib oldilaring. Silosda ham dollar silos olgan yaxshi baribir. Ha, shunaqa. Haligi yemda hisobida ham ketaveradi-da. Yemda hisobida ham o'tadi shu. Yemda hisobidan ketaveradi. Shu donli silos bo'lgani uchun hozircha shu kunjara boshqa narsa qo'shmayapmiz-da, shu silos bilan shu kepakni o'zi. Xudo xolasa qachonlarga yemlamoqchisizlar? O'zi xudo xolasa boshlaymiz aka. Endi yemlamoqchi bo'ldik. Endi mana bu mol kelganiga 1 oy bo'ldi. Endi sal eti yaxshilab o'lsa, keyin ikkalasini teng yemlab olamiz. Yana holatini narigan holatiga kelguncha ozgina vaqt ketadi. Xudo xolasa keyingi videolarda ham qo'yamiz. Yemlayotgan jarayonlarda nimalar berib boqilyapti, nima berilyapti, shularni bir qator yoritib boramiz akalar. Xudo xolasa qisqacha tushunarli bo'ldi. Degan aytamiz. Kechga ham, ertalabga ham nimalar berishini eshitdik. Silos berilar ekan kepak aralashtirib. Bularda hozirgi yemga tayyorlanish jarayonida, shuning uchun shunaqa berilyapti. Yemga kirgandan keyin yana alohida video qilamiz akalar. O'shaning uchun biz kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa, yemga kirgan jarayonlarni ham qo'yamiz akalar. Xudo xolasa. Shu yergacha tushunarli bo'lsa, dedan like bosib, do'sti birodarlar yuborib, musofirdagi do'stlarimiz qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizda oz bo'lsa-da rivoji uchun hissalarni qo'shgan bo'lasizlar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.